Mana tushunishingiz kerak bo'lgan 12 ta narsa. 1. G'alaba qozonayotganingizda og'zingizni yopiq tuting. 2. Odamlarga rejalaringizni aytmang, natijalarni o'zi ularga gapirsin. 3. Hech qachon berganingizni olishingizni kutmang. Har kimning yuragi to'la emas. 4. Har kuni uyg'onganingizda sizning yangi ishingiz o'zingizni kechadan yaxshiroq qilishdir. 5. Siz nima istaganingizni hech qachon ola olmaysiz agar siz hozirda bor narsangizdan minnatdor bo'lmasangiz. 6. Ba'zan ushlab turishga harakat qilayotgan narsangiz aynan qo'yib yuborishingiz kerak bo'lgan narsa bo'lishi mumkin. 7. Agar narxiga qaramay sotib olmoqchi bo'lsangiz, soatga qaramay ishlang. 8. Xudo odamlarni hayotingizga sabab bilan kiritadi va yaxshiroq sabab bilan olib ketadi. 9. Iblis sizga bekorga hujum qilmayotgan bo'lardi agar sizda qadrli narsa bo'lmasa. O'g'rilar bo'sh uylarga hujum qilmaydi. 10. O'zingiz uchun eng yaxshisini qilishni boshlaganingizda atrofdagi ko'p odamlarni yo'qotasiz. 11. Hayotingizdagi maqsadlaringizga jiddiy yondashishni boshlaganingizda ko'p do'stlaringizdan ajralasiz. 12. Hayot osonlashmaydi, siz faqat kuchliroq bo'lasiz. Har doimgidek kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga ham obuna bo'ling.